O'zbekiston bozorida yangi inomarka. Bunisi vashshi monster ekan. Kutib oling. Konkurentlar qotili Geely Manjaro. Turbina motor va 260 ta o'tkichi. Equinox bilan solishtirib, avtomashinani tushunmasligingizni ko'rsatib qo'ymang iltimos. Chunki Manjaroning aurasi Travers'dan ancha balandda turadi. Manjaro erkatoy emas, chunki undagi har bir funksiya, har bir detal foyda uchun emas, brend sifati uchun ishlangan. Mashinamizni balandligi 170, uzunligi esa 480 metr. Xrustalniy adaptiv faralari umuman boshqa tema. 7 xil haydash rejimi, 6 xil masaji. Aytgancha, 3 zonli klimat kontrol va 4 ta balonyan tortishi Geely Manjaroni boshqa mashinalardan ajratib turadi. Salonni ichidagi komfortini-ku gapirmasa ham bo'ladi. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib baho berishingiz mumkin. Hozirgi kunga qanaqa innovatsiya kerak bo'lsa, hammasi Geely Manjaroda birlashtirilgan. Mashina yoqqan bo'lsa, unda bitta like bosib qo'ying. Narxi va to'lov usullari qiziq bo'lsa, unda kommentariyada Manjaro so'zini yozib qoldiring. Bizning manzil Buxoro shahar Vladavta Cityda joylashgan Geely Buxoro avtosaloni.